Şifoyi kamol ato etsin. Şu adam şu sabablik biz bilan sizlar bir yordamlar sabablik bir tuzalib oladigan bo'lsa ajab emas. Shu o'qilgan namozlarga sabab bo'lsak, qilayotgan bir Alloh taolo uchun qattiq xizmat qiladigan usta Svarchik ukamiz. Uning ustiga mana hujjatlarimiz hammasi joyida. Shu hujjatlarimizni hammasini o'sha Hindistonga ko'rsatganimizda diskini jo'natdik, hamma narsasini ko'rsatganimizda bular 95% kafolat bilan bir tuzatib beramiz deb kafolat berdi. İnşallah ajab emas bir yaxshilikka bir umid qilyapmiz. Alloh taolodan komil shifo so'raymiz. Birodarlar, sizlarda birga shu yaxshilik bir yaxshilik ustida yordam so'rab murojaat qilyapmiz. Mana otalari Abdulahad aka yonimizda bor narsani sotadigan narsalarni sotib oldi. Shu uyi qoldi xolos. Kelinglar birodarlar, shu ukamizga avvalo shifo tovishiga, uning ustiga keyin yana biz sababli ajab emas shu uy qolishiga ham bir sabab bo'ladigan bo'lsak, inshaalloh qiyomatda bir ancha katta zahira to'plab olgan bo'lamiz o'zimizga. Ozmini ko'pmidi mana nimani aytib o'tib ketamiz. M-bankimiz 555 0944 08 men M-bankimiz bor. Undan keyin 552 07 00 01 da Megapay bor, kompaniyam bor. Nima ham M-bank ham bor. Bunun ustiga hozir bitta QR kod qo'yib ketamiz. Bu QR kodda M biznesimiz bor. Iloji boricha shu QR koddan